bitta zo'r ma'ruza eshitib qoldim-da. Onasini o'limidan keyin bola juda ko'p yig'lagan ekanda. Qabriga borib, ko'chalarda sarson 2-3 kun yotmay yurgan ekanda. Onasini sog'inib uyiga kelsa, onasining uyida bitta maktub bilan dori turgan ekanda. Maktubni olib o'qisa, "Bolajonim, mehribonim, yig'lama. Bilaman ko'p yig'lading. Mazang bo'lmay qoldi. Iltimos, shu dorini ichi, boshqa yig'lama. Inshaalloh jannatda ko'rishamiz" deb maktubda yozilgan ekanda. Bu gapimdan nima demoqchiman? Onamizni qabriga yetaylik.